Ama xabarim bor. Bo'ladi. Bo'lishi mumkin. Bo'ladi reja. Statistika bo'yicha umurtqa pog'onasi disk rejalari aholimizni 3dan 5% uchraydi. Bu kasallik 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan insonlarda ko'proq kuzatiladi. Erkaklar 2 baravar ayolga nisbatan ko'proq og'riydi. Bunga sabab kasb faoliyati bilan bog'liq, ya'ni qurilishlarda og'ir yuk ko'tarish, haydovchilarimiz uzoq vaqt mashina haydashi bilan bog'liq. Bemorlarimizning asosiy shikoyatlari bu grish disklari bo'yin sohasi joylashganda qo'lga, bel sohasi joylashganda oyoqqa beruvchi og'riqlar, og'riqning harakatda kuchayishi, uchishlar. Bel sohasidagi og'riqning o'zi bu disk grijasi degani emas. Disk grijalarining asosiy diagnostika yo'li bu magnit rezonans tomografiya, ya'ni MRT. Grija birinchi marta bemorlarda aniqlanganda, bemorlar nevropatolog nazoratida 4 haftadan 6 haftagacha konservativ davolanadi. Davolanishning samara bermasligi bu operatsiya uchun ko'rsatma bo'ladi. Hozirgi kunda bizning shifoxonamizda Yevropa standartlariga asosan mikroxirurg usulida mikroinstrumentlar va mikroskop yordamida operatsiya qilinadi. Bemorlarimiz operatsiyaning ertasigayoq o'zlari yura oladi. Agar sizni yuqorida keltirilgan alomatlar bezovta qilayotgan bo'lsa, onlayn ko'ruvlar bepul.